电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视文艺节目《帕里迪欧丝绸之路之声》栏目，我是主持人李嘉德。Salam ekran aldidagi er millat ko'rman do'stlar. Kang to'ri ahli, shundaqla naq maydondagi yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiya bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqitish sherikti birlashib uyushtirgan Şinjan Pavideo sodichaklik sherikti tajdorligidagi cho'ng tipdagi televiziya universal san'at programmasi 5-qarar Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. 融化的深情。你学过主持吗？主持专业是吧？对，是主持。哦，对，是主持。一听都听出来了。你也看到了，我们4位导师都已经转过来了啊。谢谢，谢谢。你怎么样？现在的心情怎么样？啊，这种心情特别好。好啊！我来的时候我还在想，万一没人转身怎么办？多尴尬。对，你看到了没有？谁是第一次转的？看到是这位老师第一个转的，我看得特别清楚。好，这样。尊敬的导师们，我们就一个一个来吧，好吧？这首歌是李健老师唱的，贝加尔湖畔。然后这首歌是我非常喜欢的一首歌，而且这个李健老师的声音，他的演唱风格我也非常喜欢。然后今天你的演唱我特别欣赏，所以我转了，希望你能来到我的团队。谢谢，谢谢老师。在我的怀里，要唱出这个湖的宽广、美的那种感觉。然后那个感情方面，你该收的时候要收，该放出来的时候要放出来，是吧？弱音和强音对比要明显。对，老师说的非常对哈。来到这个舞台还是有一点点的紧张的哈。你感动了我，所以我给你转身了。谢谢，谢谢老师。他的意思也是希望你去他的团队。他没说吧？他没说啊。他自己没说。他好像不希望，不希望。选择权是他。第一，这首歌是我喜欢非常好的一首歌曲，而第二呢，就是你唱的我感动，为你转，我希望加入我的团队。谢谢，谢谢老师。你的这个声音那个什么条件特别好，然后就那个声音特别宽，你特别合适，就是唱这个专业的，所以就是你的声音打动了我的心。谢谢，谢谢老师。给你给个15秒钟的一个选择时间。如果实在想不出来的话，你可以选择第一次转身的老师。行不行？这样想好了？想好了。好，你最后的选择是？我选择第一次为我转身的老师。谢谢。好。Sahnimizda har millat yoshlari birlikda inoqlik kuyni yangrib keldi. Shu yoshlarimiz ichidagi Jangruning kuylaridan zo'q oldik. Ustozlarning bahosiga qoyil bo'ldik. Bu sahnimizda yanami zo'r karomatlarni sizdan ko'rishni xohlaymiz, Jangru. Jangrun bu mayrimiz Bejar Hu degan naqshni, ya'ni Bayqal Kuli degan naqshni bak chiroyli aytib berdi. Bu naqsha shu memleketimizdeki ulug' ishshoq cho'ng kichik hammamiz yoqtirib anglaydigan bek klassik, bek nadir naqsha. Jangrun uchimiz to'rtimiz o'rildik. Ondan Jangrun meni tanladi. Men Jangrunning shu Yangi Nur gruppasiga kirganligini tabriklayman. Keskin tanlashlardan keyin ustozlar o'z guruhisiga bir-biridan qobil mahirlarni tanlab oldi. Endi bu sanımızda kimler qaysi ustozning guruhisiga tanlanib kira oladi? Yana qaysi mahirlarning qanday go'zal kuylariga jo'r bo'lamiz? Diqqatinglar, Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasida bo'lsin. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima bu?
Qaridiyo. Nima endi qanday maqsad deb ketdim. Bak ko'ki bo'lsa, jigani yaxshiroq uyqu sifatini yaxshilaydi ekan. Meni anglaykan bu. Qizli bo'lsa, toksin haydab, o'shan ravalashtirdi. Rahmat. Nomini olgan rahmat. Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan Kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo sodichaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ekrandagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan Kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo sodichaklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Algat Shpassi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Bio Pantexnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. Salam dangla degan naqshini bir anglab baqayli. Salam dangla. 大家好，我是爱海地类似新疆阿克苏温苏县。Yaxshimsizlar, ismim Ahadjon Maham. Kasbim kishilik klublarda naqsh etish kasbi bilan shug'ullanaman. Men kichigimdan san'at oilasi dunyoga kelgan. Tunji qaro Ipak yo'l sadasi programmamizni ko'rgandan tortib ta hozirgacha to'liq ko'ryapman. Shuningdan keyin Ipak yo'l sadasi programmamizga bir qatnash orzuyim botdi. Buda 5-qaro Ipak yo'l sadasi programmamizga o'ngishli o'tibdiman. Mush munosabat bilan o'zimningki bor bo'lgan ortiqchiligimni sahnada bir namoyon qilmoqchi. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pavideo sodichaklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron pantexnika shirkati izdash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4-cü darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5-ci bo'lgan mahirimizga mukofot buyurimiz bor. U bo'lsa 5-ci darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yengnur Bio Pantexnika cheklik shirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyurlarimizga erishmo argiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Yarim salam danglayek Eşkiyatda köyge ummağım Yarim salam danglayek
Yarim sorsa meni ergiley bəxti yar aman dənla Yarim sorsa meni ergiley bəxti yar aman dənla Şu bağlauda ummağım seni esdiyeden laye Seyle kıyıp şu bağlauda ummağım seni esdiyeden laye Yaşlıgen canlar ergiley Bağda aynı gaydanlar Bakay yaşlıgen canlar ergiley Bağda aynı gaydanlar Herkes örgüley çölde koymağaydanlar Bağven yarını herkes ummağım çölde koymağaydanlar Adaş özün yalnız nima ko'ryapsan? İzdeştin kino ko'ryapman. Payz kinolar bormi-ki? Payz kinolar deysan, biz chiqqan Parido Ipek yo'l sotasizmi shuni ichida? Apla deymanmi-da, payz desam tuyjan qilmamsa deyman. İzdeş deb izdigin. Bo'ldi, adaş, rahmat. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. 这个歌手唱的还是比较非常好，人年轻，但是他的这个声音，感到很成熟的一个给人一个很成熟的一种印象啊。这个歌词呢，这个曲子呢，创作年限比较长，这个是南北疆各族人民都非常喜欢的一首歌。 Yaxshimizlar ustozlar, Ahadjon, men Ahadjon Maham bo'laman. Aqsu Unsuning o'tli salomlarini sizlarga aytganman. Rahmat. Qilmi salom. Bayqi naqshida. Ha. Tarixi yili yanchig'idan chiqdi. Salomdan Allah degan asman. Yaxshi aytdim, men taq seni g'uljilik bola o'xshaydi debdim qara. Qana deysan shunga? Bek xo'sh bo'ldigan bir ish, 3 muallim sana qoyilligini bildirdi, dastlabki qoyilligini. Yana davomliq mushu ustozlarning yaxshi bahosiga erishgan deb o'ylayman. Keyingi qadamlarda billa mangadigan bo'ldingda hisobda. Shuning biz oldida ma'lumlarning fikrlarini anglab boqaylik. Yaxshimisiz? Bu naqsha bizning shu badiiy naqshchilikning ichida ijro qilish qiyinlik darajasi yuqori. Keng ovoz imkonlarga ehtiyoji bor va uningdan boshqa bir odamda bir qalb, bir naqshchi bo'lishga hozirlanadigan bir shartlarni shunday nima qilgan iltimos qilgan bir naqsha. Shunga bu naqshini jiqadam yaxshi ko'rdi, lekin aytishdan sal ansiraydigan qiyinlik darajasi yuqori bir naqsha. Sizningki birinchi qitim ovozingizni, shu birinchi qitim aytishingiz bilan siz menga bir xotirjamlik tuyg'usi berdingiz. Ovozingiz bir xil cheksizlikka, kenglikka,
Әндеки мұшы немелік игде чоңқұрлыққа еге. Ve avazınızı imkanları bu nakşın ödüsünden çıkalaydı ki özünüzdeki mi? Muşu nakşını çokum yaxşı eğitip kitelaydıganğa şart şaraitiniz baken. Şununla ben şu baştalam bana bek yıkıp gitti ve bana bir hatırcanlık duygusu berip ahırı çokum yaxşı bulduğanlığı şenç kılıp öğrendim. Şuna? Şuna? Şununla kelsiniz, ben sizi karşıladım. Ben bir şey de anlap 40 yaşlar etrafında akaş eğitipti de. Şurada duygu verdi avazınızı. Qarasam sizkensiz voy yaş balıkka taxı dedim. Hem de hazır neçə yaş qırdınız? 27 yaş qırdım. 40 yaş. Lekin avazınız mazur ayışkın malum da bitdi. İmkaniyeti çoğ. Xilji qishlarni qig'il bo'ldigan avazga. Endi men adatiy o'quvchilarga dars o'tsammi deydiganim, men ovoz yuqoriga chiqqan sira biz ustiga tang chikitib qolmaymiz-ku. Shu cho'qim bir xil pastga bisilgan yoki pastni o'ylagan holat. Masalan, eng muhimi shu tapanning ostiga kirib ketsin deymiz. Shundoq bir bisilgan holat, qarma-qarshi holat bo'lishi kerak-ku. Masalan, ovoz ustiga chiqadi, nafas pastga tushgan, bunday holat bo'lsa, texmi rohat eta olasiz. Mushu narsaga diqqat qilsangiz, sizda taraq qilish bo'shliqi beklam kengirga, bekli cho'ngga. Şuna sizin demekçi boğunuz. Ayşe mantalısınız, paydalısınız. Bir-biriga hürmet qilib o'zladik ekansiz. Aygılmalım talısınız biz ziyan yok mu? Niye bir malum bor vallahi taqa. Taqış qilma bir-birini. Bizlar yaxshi narsalarni bir-birimizga ilqilib qo'yamiz. Ular o'z ko'nglida ishtirib o'tamizda. Ya qo'ynimdan to'kilsa qo'ynjumga deb buni ishkisa o'z ko'nglida qaysimiz bo'lsa deyishib qolganda qiladi. Ishlanchig'ida birisi bor. Muadamning gapini olaydi. Men bir qarsizlikka qilay. Bu enimdan bay degandek haqiqatan birinchi misrasilar men shu eli tarafdan deb o'yladim, endi yoshga cho'ngroq deb o'yladim. Bu yoshga cho'ngroq deb o'ylab qilishda ovozning pishqanligi endi. Bayni hozir deyishayotganimizdek ovozda azroq charchash, buzilish bo'lgan bilan hissiyot nihoyatda uzilmagilik, hissiyot buzilmoqlikda. Shu mush ovoz bilan Mavlonninki guruhsiga kirib Amabab şekildeki Mevlana'nın karakter uslubideki aş şekildeki nakşlarını eğitip ekişini oylaş baksanız bulucumu. Ma milli uslubda nakşı eğitişte mesela biz hemimizni iledimki digizip koydunuz emez mi? Demek ma milli uslubda hali yaxşı maharet boptu. A mağıl uslubda Mevlana'nın grupsiga kirib sağ buluşa ötüp kısınız bu mu yaxşı bir tanlaş. Birisi tavsiye qilish boshlanib ketdi. Biz Mavlon malımning gapini bir anglab baqaylik. Endi bayam ustozlar dedi biz keyin bir simap ko'z oldimizda ekab boqimizligini bir naqsh aytilayotgan vaqtda mening ko'z oldimga shu nayt uruq bo'yi egiz mushunda bug'diyki va bir shunda ovoz bonbon chiqadigan bir balla bor o'zi uruq egiz. Shunda bir ko'z oldimga kelganda öğrenip bakınca karşısam da emasken memon golculuk dep oylaptım. Yani özem hem de bu pırak golcu pırak nakşı koy hesapta. Özem mi golcunun ilgili nakşlarına bakış görme. Yaxşı görgendim men elke eş bir türküm muşunda avazına ait merdane çıkıdığan Abdül Şakir akimizdeyimiz, Ahmetçe Ahtama akimizdeyimiz, Turganka mesela. Yalkın Yakup akimiz. Muşunda hatta bizden şu burunki elke Abdüveli Carlayıp Ustazımızın avazı aşındaq. Ben muşundaq bir türküm aytılğanların avazını alaydı yaxşı görmen ço. Şuna ben öğrüldüm. Bu naqşdımı bek huzur aldım. Açınağa aytışыңdıllam xile golcunun yerlik golcu çoğun oğalla aytıdığan bir pırak çıkıdı. Men hem de başkalar istemeymesin. Men amsap siz alsanız meldimeyme qağıla bosu minin yenimge kelsen biz kiyinlik yolunu bildim mansaq demekçi. Hareketlerini anladın mı? Ben hem sınavdan bir sorap baksam, sen onsu naiste nime iş kılıvatsa? Köngülüç kulüplerden nakş kesip bilen şoğulmattım. Demek bu zaten bizden yeskınımız doğru. Künde nakş etdi bu. Avazdaki pişil ağırlık, sorularının ki asar etti. Bunun nakşısını bir anlagan dikilla,
aloqalar to'xtamay so'rg'ini chaqiradigan duta tamirni naqsh etgan bir odamning yoqi obrazi keldi-ku, yoq qarab turgan vaqtdan oldi. Herib charchab bugun bormaydi istiqa. Shuning uchun beribsa bugun nima qilmaysa deb yana bir og'insa ketgan. Ashunda naqsh etibchi, charchab ketgan bir ovozning obrazi bor. Sening uningda. Demak sen kunduk klublarda naqsh etyapsan-da. Üç muallim o'zi xohlayotdi seni o'z qo'shiniga elishni. Vaqtni ching tutib sening fikringni anglab aqlimli. Ya bo'lmasa, ha? Ha, ben hoş oldum. Onda bo'lsa, mening oxirgi tanishim. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 200 mingdan ortiq so'zlik ombar saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Acayip. Pakiz tuygu. Pakiz söydüğü intizarı. Tabiat bana pakiz hissiyat ata kılıdı. Su ba joyda pakizlik ba. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Sertan algıç şipastisini bilemsiz. Sertan şipastisi Sayram Gölü'dün Avrishga elingan Tianshan soğuk su algısıdan işlengen patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç şipastisini her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastisi. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'o'lliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi. Mevlam Memtimin ustozim. Mübarek olsun. Salam danglar namlıq naqşınız bilan sahnimizda barchamizga yo'llagan saloming'iz ustozlarning moyilligi bilan javobga erishdi. Ustozimiz Mevlan Memtimin sizdagi talantni qezib chiqarib, bizga texmi nodir asarni suna oladiganligiga ishonamiz. Ahadjon shu Salam danglar degan nihoyatda katta naqsha bu, nihoyatda klassik, nadir naqsha. Bu naqshni nihoyat yaxshi aytdi. Ondan Ahadjonning ovozimi bir xil mardonalik, erkaklik, shu g'olji naqshlarning puruqidagi men yaxshi ko'radigan bir narsa bor ekan. Shunga men Ahadjon uchun o'rildim. Ahadjonning shu Yangi Nur guruhiga kirganligini chin dilimdan tabriklayman. Aygül Mali, siz bir naqshi e'lon qilib bering. Unda bo'lsa, Seni deymu degan naqshni anglab baqamdiq. Taja havoshi leziz saçı içende Mehmet Hican. Köpçülük yaxşımısılar. Ben yerken naşını gelgen Mehmetcan bo'laman. Bu yıl 31 yaş kirdim. Yaxşı gördüğün kesbim sanat, yani naqshi etish, muzikchilik. Bu da aqtim İpek Yolu Sadasi programmasiga qatnashdiki maqsadim o'zimningki sanat jihatdagi, naqshi etish jihatdagi bilimlarimni mukammallashtirish, ana shundaqla ustozlardan ta'lim tarbiya ilish. Eng oxirgi nishonim o'zimdagi bor bo'lgan alaylikni to'liq joriy qildirib, az bo'lsa-mu muvaffaqiyat qozonish. Seni deymu
seni deymi seni görmey ölemem seni deymi seni deymi ya seni görmey ölemem seni görmey ölüp ketsem muradımga yetemem seni görmey ölüp ketsem muradımga yetemem oy ay değmişsin oy ay değmişsin oy gün değmişsin Badın deydu, yandın deydu, meylim senni 80 kamça urgan bilen yarım senni Badın deydu, yandın deydu, meylim senni 80 kamça vurgan bilen yarım senni Yollayamam, yollayamam yolunu bilsen men yarımni izleyenni haklar bilmesin Yollayamam, yollayamam yolunu bilmesin men yarımni izleyenni haklar bilmesin oy ay değmişsin oy gün değmişsin oy ay değmişsin oy gülüm değmişsin gülüm değmişsin Paridiyonun teriye çatış merimiz terem yaxşımas dağıtqanlıqdan. Sen mi şıltırken sen de bunu ha? Oy, Allah işçillam şınıptı digine bu.
tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan Kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-chaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 这是我们的老歌儿，也算是民歌儿，这个很优雅、很动听的一首歌。它可能在下面唱的和这个舞台上唱的呢，这个有一种差距。 Hörmətli ustozlar, mən Yəkəndən gələn Məhmədcan bolaman. Bu yıl 32 yaş kirdim. Kəşk klublarda naqş etaman. Xo'p, yaxshi aytding-da, lekin tajribasi bor naqshida qildi bu bola. Menimcha. Bek yaxshi bir ish bor. Sen bildingmi, bilmadingmi, ko'zingni shumib uqmadim. Oysugul muallim oylandi. Xo'sh buldum, Oysugul muallim oylanibdi ekan. Shuningdek, biz Oysugul muallimning sen to'g'riliq so'zlariga quloq solamiz. Lirik yuqori ovoz deymiz buni Aygul muallima. Lirik. Çünkü şu yumuşak bir ovoz bor. Qayoqqa man apasangiz shu yoqqa mangadi ekan. Ham hech qanday masala chiqarmay ijro qildingiz. Lekin charchab ketganlik ko'rinib turibdi. Aslida bu umid bor ovoz ekan to'q. Asli tegidan yaxshi bir ovoz ekan. Hamda 32 yoshga kirganligingiz ovozingizda ma'lum. Shundoq aplab shundoq bir dit bilan aytdingiz. Shuningga men öğrendim. Bundan keyin ovozni sal asrab qo'yinglar. Musobaqa qatnashayotgandan yuz xotirasidan bo'lsa, 8 kun bir naqsh etmay turib yiqinglar, qana bo'ldi ekan. Kechasi uxlanglar balduroq. Mushunda charchab ketgan ganjosi va musobaqchilar, cho'qim o'zingni asrab qo'yinglar musobaqa uchun. Kelab ko'p. Seni deymi? Muhammadjon Ahad, ovozingizda yangragan bu naqsha ko'ngillarga izgu tuyg'ularni baxsh etish bilan birga Oysugul Muhammad ustozning moyilligini qo'lga keltirdi. Ustozingizning yetaklashi bilan keyingi bosqichlarda texmi zo'r umidlarni sizdan kutamiz. Muhammadjon Ahadniki meni birinchi qayil qilgan ovozi pishqan ovoz. Ya'ni kelib ommabop naqshi uslubida, ya'ni mush xalq naqshlari yo'lidagi ommabop naqshi deymiz. Texnik jihatdan yoki hissiyot jihatdan yoki ovozni ifodalash va shu naqshning yodidan chiqish jihatdan meni o'ziga bakmi nima qoyil qildi. Men Muhammadjon Ahadni o'zimning guruhimga mayil qildim. O'zimni rozilik bilan mening guruhimga keldi. Men o'z yigitni qarshi olaman. Bana yaxshiroq bir ish bosqichi tavsiya qilsang. Vay, ta'limlarda ishlaysan. Mana bu Yangi Nur shirkatiningki Sertan Alga ish bosqichi. Sen ishkini yaptı men ta'limga bir narsa ishlatdi adash. Sertan Alga ish bosqichi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika chaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Yenzi degan bir naqsh voqea qaranglar bolalar. Hurmatli ustozlar. Oshna ya? 大家好，我叫阿伊斯古里阿布雷提，来自卡什。Köpçilik yaxshimizlar? Ismim Aysugul ablat. Qashqardan keldim. Bu yil 21 yosh. Mening Ipak Sodasi programmasida qatnashgan nishonim o'zim bo'lgan kamchiliklarni bilish, anandagi muallimning menga bo'lgan yaxshi fikr talablarini bilish. Anandan keyin o'zimning o'rganayotganim go'zal ovoz bo'lganligi uchun, go'zal ovozda texnik taraqqiy qilgan shuning uchun men programmaga qatnashdim.
Ekrandagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan ko'zur mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pay Video Savdo Chekli shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik chekli shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Toshqin xalqaro pay kontrol guruhi, Toshqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sartan Alga Chipassi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Biopantexnika chekli shirkati yaqindan yordam bergan. 这首歌唱得非常好，这个可以说是他这个可以说他这个现在他这个唱的这个声音啊非常好，美声唱法非常甜对，能够唱到这个水平，说明他这个应该说是非常到位非常到位。 Ustozlar yaxshimisizlar? İsmim Aysugul ablat, Qashqardan keldim. Bu yil 21 yosh. Nimish qizig'laysiz soqqam? Xushallatdan, hayajondan balki. Yig'ilmadan chiqibku. Buning ishi oldu. Aygul muallim yig'iltibdi emasmi? Bunday ish qildi. Meni bek ta'sirlantirib o'tdingiz. San'at haqiqatan mushtaq bo'lishi kerak. Mushtaq go'zal bo'lishi kerak. Kechiringlar, beksat ish qildim. O'zimni faqat tuta olmadim. Chunki Aysugul mening qo'limda o'qiydi. Hozir 2-yillikda, 1-yillikda Aysugul kelgan vaqtdagi ovozi qandaq Aysugul o'zi biladi. Hozirgi ovozi qandaq. Mushu jarayonda bizning tatgan jafolarimiz, nurg'un og'irlashlar, silkishlashlar bo'lib ketdi, lekin Aysugul shundoq chidab hammasiga men cho'qim badash bermam olib, nima desaz men shuni qilma degachga, men hozirgidek shundoq chiroyli holatga keldi ovozi. Endi bu o'zinglar bilasizlar, bu yenzi degan naqsha qozoq millatimizningki shundoq chiroyli asari, lekin buni shundoq chiroyli holatda o'rindamoq bektas. Nurg'un naqshlar o'rindaydi, lekin u yenzi degani qarlig'ach amniyat yengil narsa u. Uçalaydigan narsa, lekin biz bek ig'irlashtirib aytib qo'yamiz. U yetmag'adigan yenzi o'qoldi, cho'qarlig'ach o'qoldi. U osmon uchish kerak, katta bo'shliqda parvoz qilish kerak. Shunday holatga akelmak oson emas. Hatto shu shirkatning oldida biz dars qilgan vaqtda, "Ufkam, men yana bunday qil qilayli, ayani unday qil qilayli" deb nurg'un masalalar botdi. Men ko'nglimda "Hey, isit qandoq bo'lar" deb dakki-dukkida andishdi. Yana 2 kun oldida yana aloqalashgan vaqtda, "Ufkam, cho'qim hissiyotga diqqat qiling, ifodalashga diqqat qiling. Shu qarlig'a cho'qim erkin bo'lsin, herkes qapasiga qarlig'a cho'qqanmisin" deb shunchalik degan haqiqatan o'rindadingiz. Meni bek ta'sirlantirib o'tdingiz. Men siz uchun xush bo'lib ketdim, ufkam. Rahmat. Ma'lumotning rasmiy bir ajoyib bir yaxshi bir bahosiga erishdingiz. Mana mushu sizni ko'klatdi mana endi. O'zining o'quvchisining natijasidan endi boshqa ham his qilolmaydi. U hozirgi hissiyotni men nihoyat ta'sirlandim ikkinlarning hissiyotidan. Bu boya Aygul muallim degandek, yenzi degan bu naqshini nurg'un cho'ng naqshchilar, nurg'un kasbiy yaxshi munavvar naqshchilar xuddi shundoq degandek erkin parvoz shu tuyg'ularni, shu qarlig'ashlik his tuyg'ularini shundoq yaxshi ifodalab aytgan yaxshi naqshchilarimiz ko'p. Ammo Aygulning da'vatini sizmi shundoq yaxshi aytdingiz, ovozingiz xuddi shu qalg'ashni parvoz qildirayotgandek shundoq yenik bir his tuyg'ularni yaxshi ifodasini topdi deb sizningki kelgandagi ahvolingiz bilan hozirgi bu shu g'ichi bo'lgan o'rganish natijangizga bu bir alqish, bu bir o'zgarishdan hayajonli his qilib biraz hayajonlanib qoldi. Buni yomon to'g'ri tushunimiz ustoz shogird o'tirishki bu xil shu jarayonlarga har ikkalanglar o'zaro guvohda, biz buni bilmaymiz. Aysugulning bu tirishchanligidan hozir maktabdagi bizning nurg'un o'qituvchilarimiz shuncha qoyilchi. O'zini shu cho'kirib bilan shunchalik jimjit holatda faqat o'zining qilish tegish ishini shundoq yaxshi o'rinlab maqdi. Ushaq so'zi yo'q,
o'zing xarakterimi, mijozimi shunchalik esil. Nima ishni qilish kerak, nima ish muhim emasligini shunchalik aniq bilgan. Har yili bizning maktabningki o'qish mukofotini o'qiyotdi. Bundan keyingi o'qishingiz texnik utuqliq bo'lsin, ufkam. Mushu odatni saqlab, oldingizga qarab mengayversangiz, go'zal kelgusi parlaq istiqbol sizni saqlab turdi. Rahmat ma'lum. Bizmi ishondik bu qizimizningki yeshiga, hozirgi bu shu o'qish tarixiga nisbatan elib aytganda haqiqatan bu Yevropa opera uslubidagi mushu ovozda yuqorisi nihoyatda go'zal, bak chiroyli, shu background elib. Hozirgi bu ahvolda mushundaq yana taq necha yil bor? Yana 2 yil bor. Mana buniki mushu xil tirishchanlik, mushu xil yaxshi ustozlarning yetaklashi bilan bu Mahirimizni nihoyatda zo'r umidlarni kutar ekanmiz. Rahmat ma'lum. Qolgan gaplarni ma'lumlar bilan bag'anda asta deyishinglar, sizlarning bu mehr muhabbatinglar bizni intayin ta'sirlantiryapti. Yana birdam gap qilishsanglar, men mujablar. Men hozir to'liqlayman. Ma'qul. Men o'quvchig'li shu rasmiy kasbiy o'quvchi qabul qilgan bu o'qituvchisiz bo'lib qoldim. Siz o'quvchi elishqimi usti bo'lib ketdingiz ma'lum. 2018 shu başta biz shu nimadan boshlaymiz? Qashqar xo'tan Aqsudan boshlaymiz. Qashqarga o'quvchiga kelgan vaqtimda Asygulni men olgan. Asygulning 2 xil ovozi bor. Bir ovozda o nimani aytib berdi, Wayne Jungoni shu ovozda aytib berdi. Shuning bilan yana bir milliycha ovozda Leylagulni aytib bergan. Aqara. Shuning bilan unda yemiriyodan. Lekin biz Lushan qilgan bir ishimiz bor. İkili naqsini to'liq lushan qilib yuqori nomer bilan men akagan. Shunga Asygulni mening xil bayqash iqtidorim bor ekan va kelib shunda Aygul malini topqiningіз, bu Aygul malini bo'linginingiz bu sizning yana bir cho'ng baxtingiz. Mana bugun sizning natijangizni maktabda ko'ryapman. Mishagichi kelib ko'rishning o'zimi bu buyuk bir nima g'alaba. Şuna Aygul malimniki sizga singdirgan ajrida men shunday ta'sirlandim, hayajonlandim. Aygul malim, men sizga rahmat aytib olay. Mana siz ashtaq Chawshan jarayonida o'quvchi qabul qilish jarayonida mustaq yaxshi mayslarni bayqab bizning maktabga akab bermisiniz. Bizgimi yaxshi bolalarga uchursak, bizmi o'zimizni shunday ta'laylik, baxtli his qildik ekanmiz. Men hamda to'xtamay uyg'unibdiman, to'xtamay izinibdiman. Mushu izinishimning sabab nima? Shu jiq o'quvchilarga texmi ko'p bir foydam yetsam, shu o'rgangan narsamni bersamga degan narsa bor. Lekin men Italiyaga berishimning sababmi yana bu texnik jihatdan mening qalbimda o'tmagan nurg'un narsalarni hal qilaychi. Mushu xalqimizga eng sop bo'lgan, eng to'g'ri bo'lgan bir opera ovozini yetkazaychi, mushu mening qilalaydigan bir ishimni yaxshi bir qilib boqaychi, oxirgacha davomlashtirib boqaychi degan maqsad niyatli bilan mush o'quvchilarimga bir foydam tegsin degan maqsad bilan chiqqan. Endi sizlar mush o'quvchilarga uchursak, mush o'rgangan narsamizni azdur ko'pdir ishlatalayotganmiz-ku, o'rgatalayotganmiz. Endi hammani o'rgatishga shundaq intilma. Lekin endi bu vaqt jarayon talab qilgan narsa bo'lg'achqa, sadak o'quvchilarga uchurganimni mening baxtim. Sizga rahmat, Aygul malim, sizga rahmat. Mushu 2 yil ma'lum siz uchun intan muhim insonlar ekan. Sizning umringizda jadian bir ishkis bo'libdi. Bu qiz bolaning ota-onasi yomon, chiroyli tilaklar bilan yo'l olsagan qiz bola o'xshaydi. Ta'lim aka, qarang, yaxshi o'qituvchi sizni bayqab akapti. Yana bir yaxshi o'qituvchiga erishibsiz, sizni ajoyib yaxshi tilaklarni tilab, yaxshi orzu umidlarni kutayotgan. Butun mehr muhabbatini berayotgan. O'qish putamay turib siz bunda cho'ng sahnaga chiqib, yana o'zingizning muallimlarining ajoyib cho'ng bahosiga erishishga siz ko'klatdi endi. Ko'klab ketisiz, siz xotirjam bo'ling. Lekin ko'klaydi ekanman deb yuravermang endi. Tirishing endi davomli. Bo'ldim. Unda bo'lsa, menda qilaylik. Mana 2 yil ma'lum siz uchun muhim ekan, siz endi nihoyatda keskinlik bilan bir qaror chiqaring. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, oram baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga
Şuncha yarashgan Dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi Dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. O'zgacha tam. Isil xuruj. Tanlangan ham material. Mehminimiz üzülmedi. Dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa. Avomdan sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi. Dasturxonning zinnati bakchi. Şinjan Yaqin Xalqaro savdo cheklek shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab tizlikda qaytib, qani ishim mehmonlar desam, kola bulam shundaq bular. Deb bo'lib hashaq o'chganda. Yig'izni açsınız da mukafat chiqadi. Tartiq kola. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elingan Tianshan soğuk su algısıdan işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chingitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dilkar Nobeyji. Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, barg'ancha yashirsiz. Dilkar Nobeyji. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologik Rayonda Xalqaro ISO süpət ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlanğan 5 tın xali undur. Kimyalik qoşulmadan xali, bulğanğan havadan xali, bulğanğan sudan xali, süpətsiz xom əşyadan xali, ozuqluğu köyüşdən xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. Taşqın demek vücudumga kuch-quvvat. Taşqın derdi sağlamlığımga madad. Coşkunluk ve işet, taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqalları. İzdaş aptitaldagi filmlar ilansız, süzük, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Tiyobitimning yiqimliq bo'lishi uchun ortiq qashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salobat bo'lish kerak. Salobat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishdiki. Pavidio. Sertan algıç pastası qatarlıq patentlik ali mahsulotlar bilan olqishga erishgan Şinjan Yangi Nur Biopentexnika cheklek shirkati mayirlarga omad tilaydi. Mening tanishim Aygul ma'lum. Aysugul abla, tirishchanlik hech qachon odamni mevasiz qo'ygan emas. O'z tirishchanligingizga yarasha ustozlarni ta'sirlantirdingiz. Bizmi ham ta'sirlandik. O'zingiz sevgan kasb, o'zingiz hurmatlaydigan ustozingiz bilan buningdan keyingi san'at hayotingizda zo'r yutuqlarga erishgaysiz. Aysugul sahnaga chiqqan vaqtda o'zimni tutib ololmay, sal hayajonlanish bo'lib qoldi.
Әмді бұныңда мен өзім тұтып оламағанлығым Айсигүлнің bütün ата-анысыға, o'qituvchilarga, ustozlarga ham Aysigülge bugungi kunga, bugungi mushu sahnaga chiqishiga yordam qilgan barliq do'stlarga, urug'tqanlarga rahmat aytish yuzidan ham shu Aysigülning jafosini men ko'rganligim uchun, o'zgarishlarni bilganligim uchun o'zimni tutib ololmay yig'lab ketib qoldim. Aysigül sahnada o'zini unutib turib naqsh ayta oladi. Hem mening degan talablarimni voyaga yetkazib, shundoq yaxshi o'rinlab bera oladi. Bu oson emas. Naqsh aytish bu oson emas. Bu nurg'un tirishchanlik, izchillik ham nurg'un kuch davomlashtirishni talab qiladigan kasb. Aysigül bardoshlik berdi. Mushu 2 yil qo'limda o'qish jarayonida nurg'un qiyinchiliklarni yengib o'tdi. Aysigül, sizning istiqbolingiz parlaq, davomliq terishing. Biz faqat terishgan vaqtimizda go'zal kelgusini yarata olamiz.心上的人离开了我，一刹那地陷天落，仿佛昆仑山塌了，巨石决断了，卡卡是河。心上的人离开了我，一刹那黑云飞落，仿佛大风暴来了，冰雪摧毁了阿克塞钦的花朵，
Salam Narqay ustozlar. Ustozlar ününü anladın mı ününü? Andan git varam sizler. Qana o'zam. Turpanlarni. Özüm tunuştur qo'ysam, özüm ismim Ikram, özüm Turpan To'qsindin. Hammalarga o'tib salom. Rahmat. Ikramni bugun bizni sahnada ko'rib intayin xush bo'ldik. O'zi balkim hammalar bilasizlar. Qizlar balkim Aslında aytadigan. Shu bu Ikram ukamni biz shu Jungo Qavşinda men tunji shu chaqda uchratdim, shu chaqda ko'rdim. Ham shu tunji uchrashimizdimi men qoldirgan ta'siri intayin bek chunqur bek zo'r bo'ldi-da. Ash gitarni elibla flamenko uslubida kirgizib naqshini bu shaklda aytilmaganda shu vaqtgacha nihoyatda o'zgargan bir shakli, o'zgacha xoslikqa ega bo'lgan bir uslub bilan o'zi shu yerda ijro qildi. Ayni vaqtda shu Qavşin sahnasidagi davshlarning nihoyatda yuksak e'tirof qilishiga, yuqori bahosiga erishdi. Cümleden ben şunu görüp oturup şununçilik hayacanlandım-da. Yaman güzel, bek esil sifat orunda öttü. Aşı avazdan bir aşı gayın, aşı yukarı avaz kısmında jıtılgan bir yere bana şunda tesir kıldı. Çünkü bugünkü nakşını ben raslı bilip bilmeyerek örüldüm ama örülgen deyken şunda koy dep hayacanlandım. Ama aşı vodişilni trio neymeyo ta degen aşı sahnadaki aşı bir nesi muş nakşıdım bir çıksın iken dep tursam ahırı çıktı. İkinci kuvvetine evcide yan aşı avazını şunda özgü yaraşkan naetti bir yerlerde şunda adamga tesir kıldı. Rahmet. Sizler endi Mevlam bilen bu konuğu deyme. Biz Mevlam bilen 10 neçe yıl oldu. Konağına. Bizning sahnamizga qanday bir sabablardan bir qadam tashrif qilgan depagina. Şu Şanghay'da uzun yıl oldu, çok uzun, 21 yıl oldu ben eşet turvat kılamda. Şu İpek Yol sadasını daim körüme şu ustazlarga kelip bir salam qo'yalar. Qarmansa. Ve shunday yaxshi chiroyli. Bu naqshni men sening aytganing mush tunji qetib anglayapmanmi? Anaq deyiş ketmeydiler. Bu naqshin şu men aytgan. Tekstini Tulufan'da Putaşovla ananikin o aynı Jungo Muşlan tekstini yazgan adamniki naqskan toq men özüm bilen çıkıp. Yakın taqattıqdır bu naqs. Şuna anlamadım da men aytgan naqslarni hammani bildan tursam. Ya bu tekstimiz bek zo'r ki. Ahangni o'zing yazding derdin. He. Bu ukam o'zi eshadik turib abay dedim ha. Bir kuni. Bir kuni ablat degan. Yil degan. Şu hozir jahonning nerede bo'lsa, bu texniklar ilg'orlashib ketdi. Bu ukam Shanghayda turib men uchun musiqa yozdi-da, musiqa ishlab beralaydi. Ben ancha-muncha aloqalashdik. Bunun etrafında bir kuchlik bir necha bolalar var. Muzikantlar. O'zing ansamblida. Bular midi o'ynamaydiganlardan bular. Ras müzik çaldıqanlardan. Bek kuchlikka. Ben bir necha muziklarni bu ukamga topshirgan. Evatib edi. Hatta hozir shu ovozga oldigan fursat bo'lmay shuna qilyapmiz. Bugun har birimizdan ol so'rab, bolalarga ilhom bo'lsin, madad bo'lsin deb Meşek kelganiga intayin xush bo'ldik. Kulum köksünde. Muş kelgancha bo'lsa sen bir 15-10 kun turib qolsang biz uchun qantish bo'lar de. Bir ayl turib ketmayman. Aldırmay bir kuni damagan kun futbollarimiz sunu bilan deyish bakmaymizmi? Buldu Tamam uzun cevap ketdi-chu. Xo'p, rahmat ukam, sana rahmat. Bek hoş oldu arkadaş. Sizlarning doğğuninglar bizning shu mayirlarga bek cho'ng ilhom bo'ldi. Abay men anglagan vaqtimda Vah, həcəb, hər bir avaz bilan yana bir avazның aralığındakı hissiyatlarını şunchalik yaxshi, bək inchika holatda cho'li qilibdi, deb shunday xush bo'lib, hey, həcəb to'lg'an naqshchika. Agar bundan ko'p vaqt kelsa, bundan boshlanib qilsak qo'yib deb o'rlib qarsam sizkensiz. Zodi men hozir his qilganim hamda, agar bizning o'quvchilarimizning, mayirlarimizning shunday bir inchikilik bo'lsa, shunday bir mas'uliyat tuyg'usi bo'lsa, yangi asarlar bo'lsa-mu, o'zi shunday o'rinlash jarayonida shuningki shijelarga bək diqqat qilib
dolqun siman alatni chiqara oladigan bo'lsa, uni bek yaxshi bo'ladi-ku. Sizlarning kelganinglar bizga salom bo'lsa, shu maylarimizga nisbatan bir cho'ng bir uyg'unish bo'lgudak. Bek rahmat sizga. Rahmat. Ikram endi gapni yig'ib kelgan vaqtida sen mushu do'stlaring bilan birga mushu sahnada yangi bolalarga ma'lum bo'lgan adam bugun naytı kamtarlik bilan yana mushu bolalarni o'zining do'stlarini akalarni ustoz deb kelganning o'zi sening yaxshi odam bo'layotganligini ifodalaydi bo'ladi. Men bunga nayt xush bo'lib ketdim ekan. To'g'ri adash. Bizning sahnamizning bizning shon sharifimiz. Rahmat do'stim. Rahmat. Amisa biz sen bilan hozircha mushundoq qo'shilishimiz ekan. Bo'ldi. Keyin asta aldırmay panahlamaymizmi? Bilib turamiz. Bilib turamiz. Bo'ldi. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash apitali mayirlarga omad tilaydi. Juram degan naqshni anglayli. 大家好，我是开有三杜丽坤，来自新疆乌鲁木齐，今年29岁。Yaşımsızlar köpçülük, ben Kevser Dolqun, turuşluq ornum Şinjan Ürümçi. Özümün asli yurtda Xotan Qaraqashdan. Kichik vaqtimda tatib apam dadam ishkilisi san'at mehdi ishlagan. Shularning ta'siridan dadam dudda chalsa men naqsha aytdim. O'zimning shu yaxshi ko'rishi bilan 2009-yil Şinjan San'at instituti, musiqa fakulteti, musiqa ma'rif kasbiga qabul qilindim. 2014-yili muvaffaqiyatli holda o'qish tamomladim. 2014-yildan taki hozirgacha egilik tiklash yo'lida izlanib kelyapman. Biroq mushu jarayonlarda o'zimning kasbini qilamaganligimdan intan ko'nglim yerim. Bu qatimliq Yipak yo'li sadosi programmasi orqali o'zimdagi kamchiliklar qaysi, ortiqchiliklar qaysi, shuni bir tanlab ko'rish uchun bu program qatnashishga qaror qildim.
Suyun tam okşmaydı. Bulam arkadaş. Buldu. Yaşanan yan çıkan mineral suyulurken seni işçi vasıtası da pek aldım. Rayonimiz təvəsidə təbii içimlik işləp çıxırı sahəsidəki qo'lluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çeklik Şirketi mayırlarga omad tilaydi. Yaxshimsizlar, ekrandagi do'stlar. 4 ustoz, mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Mana bu keyingi vaqtlar xayrli bo'lsin bo'lmamda. Unda o'z xotirjam bo'ldi. Siz Urumchida ne? Hozir xizmat o'rnim Urumchida. O'zimning yurtda sal murakkab. Dadam Xotan Qarqashdan, apam Aqsu Uchturpandan. Moy ishni ko'mamdigan. Xudolarning manda inshaalloh. Yaxshi. Yaxshi. Unda bo'lsa siz hozir Urumchida xizmatda. Nima xizmatda? O'zim shirkat ochgan. O, tayyorli bo'larkan. Ha, bo'ldi. Men ko'rdingiz Aygul ma'lum sizga o'rindiq aylantirdi. Ma'lumingizning fikrlarini bir anglayli, ha? Ha, bo'ldi. Beshida başlagan azroq jiddiyatchilik bo'ldi. Ovozlar sal dasimigan, andan keyin o'zingiz erkin qo'yutamga yala bo'ldi-yu, lekin ikkinchi kupletdan boshlab xilli rohat holatga o'tgandingiz. Ikkinchi kuplet menga shunday ta'sir qildi. Shuningga ham ovozingiz shunday tatliq, inchikka, ham iliqi puraqlarni shunday joy-joyiga olib boryapsiz. Uning ustiga nafaslarni shunday so'zib oldigan yerlarni xili yaxshi oldingiz. Shuningga men tarbiyalab ketalaydi ekanman bu qizni degan maqsadda o'rildim. Rahmat, rahmat. Ma'lumning ko'zi yetgandan keyin bu bak yaxshi bo'ldi. Siz aylangandan keyin oy shunchalik xotirjam bo'lib ketdi bu qizchi. Uning keyindik ovozi texim yaxshi chiqdi. Endi Aygulning qo'lida siz teximi tamkin, aldiraqsan emas naqshchi bo'lsiz. Atdiganda naqsh etqilsam shu udarni igiz pas qiltirgan bu. Pas qoldi bayatim meni boshqa taqishqa. Hurmatli Loban. Endi sizni Aygulning sahnasida kutamiz, ha? Bo'ldi. Boshqa gaplarni keyin deyishimiz. Kevser Dolqun, ovozimiz bilan birlashgan mag'rur siyoqingiz hammamizni o'ziga mahliyo qildi. Aygul muallimning yetaklishida keyingi bosqichlarda sizdan zo'r umidlarni kutamiz. Kevser Jo'ram degan naqshini shunday yaxshi o'rnab berdi. Kevserning ovozi yuqori ovoz, ham shunday inchikka, ham yig'ilgan, iniqlik darajasi intayin yuqori bo'lgan, sap bo'lgan go'zal ovoz ekan. Kevser bundan keyin milliy uslubda yaxshi taraqqiy qilalaydi, milliychi naqshlarni o'zining pufurqi, o'zining ta'mi bilan o'rinlalaydi degan umid bilan Kevserga o'rildim. Kevserni Yashin guruhi qizg'in qarshi oladi. O'zgacha ta'm. Isil xuruj, tanlangan xam material. Mehminimiz üzülmedi. Dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa. Avomdan sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi, dasturxonning zinnati bakchi. Şinjan Yaqin Xalqaro Savdo Cheklik Shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Illiq uyga isil bezak, oltin uzukka yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, oram baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Şinjan Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga bag'ishlamoqda. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga mo shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek, dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent hukuka ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her birinlağı tavsiye kılman. Sertan tishni chimitish uchundir.
Her günü keç seher tang, qo'limizda bor Sartan. Sartan soğuk su algıç pastisi. Taşkın demek vücudumga kuch-quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanmısın deb tizlikda qaytib, qani ishim mehna Allah desem, kola bulam shundaq bula. Deb bo'lib hasha qo'chganda. Yig'izni açsınızda mı kapat çıkıdı? Tartık kola. Acayip. Pakiz tuyg'u. Pakiz sevgiga intizorman. Tabiat menga pakiz hissiyat ato qiladi. Suv bor joyda pakizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir hisoblangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın Yurishlik Sağlamlıq Mahsulotlari va Tartuq Yurishlik Kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pay Video Savdo Cheklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyari elektron fan texnika sherikti izdash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. Albatta 5-chi bo'lgan mahirimizga mukofot buyurimiz bor. U bo'lsa 5-chi darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yengnur Biofan Texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartuqlaydi. Bizning bu mukofot buyurlarimizga erishmo hargiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Mevlam muallim emsi tuyangi naqshni bir e'lon qilib bersan. 改变自己的idea. Shuni bir anglab boqamda. 大家好，我是纳尔松，来自塔城地区托里县，我是一名蒙古族，目前从事文艺工作，希望此次比赛能让我收获更多的音乐知识和结识更多的音乐伙伴。想要在此次丝绸之路之声栏目的比赛中，提升自己的现场演唱能力和舞台的把控能力。之前在网络上看过丝绸之路之声栏目组的比赛，所以这一次也要想来挑战一下自己。多么改变自己。Keyfiyatin qanday adaş? Keyfiyat ot qadaş. Abla, otda keyfiyatin muzdek tartışqın işçiliklerine keldim go. Zat isil nesine kes cumadaşma. Kela birini otlaylı. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın Yurishlik Sağlamlıq Mahsulotlari va Tartuq Yurishlik Kolalari mayirlarimizga omad tilaydi.
歌他确实唱得非常好。我们这个舞台就是各个民族的一个大舞台。他是蒙古族啊。蒙古族。这首歌唱得非常好，很有潜力。这个选手。各位大师好，我是来自塔城地区托里县的歌手，我的名字叫纳尔松，同样我也是一名蒙古族歌手。谢谢。好，太好了，你唱的也太棒了。你看那个毛兰老师，差一点跳起来了啊！那个4位导师都为你转身了，这个就是一个，我觉得是一个特别大的一个成绩。你现在的这个心里在想些什么事？你给我们说一下吗？其实嗓子现在有点疲惫了，因为我们从之前的那个累一下子就没了，现在特别开心。谢谢4位导师。你的嗓子的那些问题我们也没有听出来，在唱歌的时候，可能在这个时间太长了，耗的时间长了，可能有一点疲劳。我们一个一个的听一下我们导师们说什么啊？好的。三优，怎么的？非常欣赏那个歌，无论是各种各样的那个专业啊，那些技巧、唱功，还有那个表达方面，各个方面特别好，我觉得特别到位。所以我强烈要求你到我的团队。谢谢老师。哎呀，唱得太好了，太好了！你的那个节奏感把我感动了。节奏就是重音、轻音、重音、轻音，你就做的特别完美，特别好，而且中间的那些爵士的那种感觉也玩得特别好，特别好。怎么说呢？反正听了你的这首歌，就是你是非常有自信，而且在舞台上，你不是在参加比赛，就是你在发挥你自己心中的最唱出的那首歌，发挥的非常好。我也非常喜欢你这种风格，你在唱出来的时候非常自由。欢迎加入到我的团队啊，必须。谢谢老师。他还有带了一个必须你的声音条件虽然特别好，还有那个台风太棒了，就是我心里特别那个舒服，所以你就是特长特别多，所以我特别怎么说呢欣赏你的这方面。谢谢老师。我这边非常大的空间啊，我跟你说，300多平方的一个排练厅，随时给你开的。随时我们下一期就在那个地方，那个排练基地一起努力。我的团队，我们下次用这个500平方的演播厅，我们讲。这个500平方这是不现实，我那个确实现实的啊。我们下台就去看能见。有没有其他的意见？别的老师没其他的意见的话，就是有直接的啊。这是不是王力宏的？王力宏唱的啊。那个，你是不是王力宏的粉丝？我平时听王力宏和周杰伦比较多。对，你看，太一样，哎呀，我也是啊。你的声音也特别适合唱他们的作品。谢谢老师。你听到了我们4个导师对你的评价，都要求参加他们自己的团队。你可能自己也有些想法了，早就有准备了，是吧？那个，我们现在把剩下的时间交给你，你想一想，10秒钟、15秒钟，你就决定，好吧？好的。Sizce bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Video Ipak Yo'li sadosi programmamizda bo'lsin. Hoş avazla seynası, İpek Yolu sadası, İpek Yolu sadası, sevginin yok cigrası. Hoş avazla seynası, İpek Yolu sadası.
İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Qadim İpek yolida ajdod bo'lgan chavandoz. Cüzgün kan var tumurda, kuynak sesi hoş avaz. Gümüş dağlar çok iyisi, nur kaynadı yüreğe. Büyük karvan varisi, aman yeter ileke. Büyük karvan varisi, aman yeter bileke. İpek yolu sadası, sevginin yok çivrası. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çivrası. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası.